O'rta Osiyodagi hamma Matiz minadigan akalarni bitta kasali bor. O'sha kasallikka men zo'r yechim topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rib turing va albatta videoga bitta like bosib, bizni kuzatib turing. Bu yechimni kamdan kam odam beradi sizga. Hozirda hamma Matiz mashinalarida ruchnoy yaxshi ushlamaslik muammosi uchrab turadi. Ayniqsa hozirgi muzlamali galolyot yo'llarda ruchnoy juda ham kerak bo'ladi. Ko'pchilik ruchnoy yaxshi ushlamasa, arqa kalotkani yangilab tashlashadi. Endi buni yangilashning keragi yo'q. Siz kalotkangizni yechganingizda, kalotkangiz holati o'rtacha bo'lsa, siz albatta xuddi shu kalotkani shu tepa tomoniga svarka, jichchagina svarka qilib tekkizib qo'yasiz. Va bu narsa nimaga kerak? Bu narsa joyiga qo'yganda porshinchasiga, ya'ni arqa rabochiyda porshinchasiga svarkasi tegib, vaqtliroq tormoz ushlashi va ruchnoy yaxshi ushlashiga sabab bo'ladi. Bu svarka qilib qo'yilishini hech qanday zarari yo'q. Juda ko'pchilik samatarmaza bo'lib qoladimi deb o'ylashadi, lekin bu hech qanday samatarmazaga olib kelmaydi. Sizni tormozingiz yana ham yaxshi ushlaydi va ruchnoyingiz joyida ushlaydigan bo'ladi. Agar sizda ham xuddi shunday muammo bo'lsa, albatta biz ko'rsatgan ishni qilib ko'ring, foydali bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, Matiz va o'rtoqlarga videoni jo'natib qo'yib, albatta bu videoni Sahranetga olib qo'yinglar. Bir kun sizlarga kerak bo'lib qoladi.